Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Kulladagi ishimizni tunuka qo'yish jarayonidamiz. Bu xonadonga baltarashga tosh qo'ygan fasadiga. Tashqi fasadi boshqa rangda, ichki fasadi boshqa rangda. Xudo xolasa bugun 31-dekabr, yangi yilni ham ish bilan kutib olyapmiz. Pastlarga keyin kesib qo'yiladi. Burchaklar tunukalar bilan yopiladi. Kelgandan keyin bir qator video qilib qo'yamiz. Chekalari polniy tunuka bo'ladi. Tunukadan keyin bir qator laklash ham bo'ladi. Laklab ham bir ko'rsatamiz bu jarayonlarni ham. Chala joylari chala keyin qo'yiladi. Xudo xolasa. Chekalari xuddi shunday bo'lib, tunuka qo'yiladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bizga Kulladagi ishimizni ham tunukalarni qo'yishni boshladik. Anaroq qo'yib tugatdik. Ertaga lakaga kelamiz. Chekalar yopildi. Tezda olishdi. Harakatini qilamiz. Robot chekalari. Polniy. Tunuka? Mana qo'yib qopdi-yu. Hozir opa. Chala joyini ham qo'yib ketdik bu mana. Oching.